Tabiiy resurslar bu tabiatda mavjud bo'lgan va inson ehtiyojlari uchun foydalaniladigan minerallar va energiya manbalari hisoblanadi. Tabiiy resurslar tugaydigan va tugamaydigan kabi turlarga bo'linadi. Tugaydigan va tiklanmaydigan tabiiy boyliklarga neft, tabiiy gaz, ko'mir, oltin, olmos, platina, mis, alyuminiy va boshqa yer osti boyliklari kiradi. Tiklanadigan tabiiy resurslarga suv, havo, tuproq, o'simlik va hayvonot olami kiradi. Insonlarning tabiatdan va uning boyliklaridan oqilona foydalanmasligi natijasida insoniyat hayoti va sayyoramizning kelajakdagi hayotiga xavf soluvchi bir qancha ekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Jahon tabiiy resurslari bilan bog'liq ekologik muammolar hozirda global darajada katta ahamiyat kasb etadi. Ularning asosiy turlari va sabablarini quyidagi tarzda tasniflash mumkin. Iqlim o'zgarishi, ozon qatlamining yo'qolishi va issiqxona gazlarining ortishi, xususan karbonat angidrid, metan, iqlim o'zgarishiga olib kelmoqda. Bu o'zgarishlar sayyoramizning global haroratini ko'tarish, quruqlik va suv manbalarining kamayishiga, qurg'oqchilik va ko'plab hududlarda to'fonlar kabi tabiiy ofatlarga sabab bo'ladi. Tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish, o'rmonlarning kesilishi, minerallar va energiya resurslarining ortiqcha qazib olinishi tabiatni tiklanishiga zarar yetkazmoqda. Masalan, o'rmonlarning kesilishi nafaqat tabiiy biotsenozni buzadi, balki karbonat angidridni yutib olish va kislorod ishlab chiqarish qobiliyatini ham kamaytiradi. Suv resurslarining ifloslanishi va kamayishi. Suv resurslarining ko'plab turlari ifloslanmoqda. Sanitar va sanoat chiqindilari, kimyoviy moddalar suvga aralashib, ichimlik suvi sifatini yomonlashtiradi va biotadbirkorlikka zarar yetkazadi. Bunga qo'shimcha ravishda iqlim o'zgarishi va qurg'oqchilik sababli ko'plab mintaqalarda suv manbalari kamaymoqda. Ekologik muammolarning asosiy sabablari quyidagilar. Aholi sonining o'sishi, odamlarning ko'payishi tabiat resurslariga bosimni kuchaytiradi va chiqindilar miqdorini oshiradi. Sanoat rivojlanishi va ifloslanishi, korxonalar havoni, suvni va tuproqni zararli moddalar bilan ifloslaydi. Qishloq xo'jaligi, pestitsid va o'g'itlardan foydalanish tuproq va suv ifloslanishiga olib keladi. O'rmonlarning kesilishi, o'rmonlarni kesish tuproq eroziyasini kuchaytiradi va biologik xilma-xillikni kamaytiradi. Iqlim o'zgarishi, issiqlik chiqaruvchi gazlarning kamayishi iqlim o'zgarishiga sabab bo'lib, qurg'oqchilik, bo'ron va suv toshqinlari xavfini oshiradi. Ekologik muammolarni hal qilish uchun bir nechta yechimlar mavjud. Bu yechimlar atrof muhitni himoya qilish va resurslarni samarali boshqarish maqsadida turli sohalarda amalga oshirilishi mumkin. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish kerak. Quyosh, shamol, gidroenergetika va geotermal energiya kabi tabiiy va yangilanadigan energiya manbalaridan sarmoyali foydalanish kerak. Atrof muhitni muhofaza qilish va tabiatni tiklash uchun o'rmonlarni kesishni kamaytirish, tabiiy resurslardan barqaror ravishda boshqarish va tabiatni tiklash ishlari olib borilishi lozim. Atrof muhitni ifloslamaslik uchun oziq-ovqat chiqindilari, plastik ifloslanishi va kimyoviy moddalar bilan ifloslanishni kamaytirish maqsadida ularni qayta ishlash va ekologik toza materiallar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan tashabbuslarni kuchaytirish lozim. Suv resurslarini boshqarishda suvni rejali ishlatish, suvdan oqilona foydalanish va toza ichimlik suvi ta'minoti muammolarini hal qilish uchun samarali infratuzilma yaratish zarur. Yashil transport tizimlarini rivojlantirish kerak. Elektr transporti, velosipedlar va jamoat transport tizimlarini rivojlantirish orqali avtomobillarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish va havo ifloslanishini kamaytirish mumkin.